Assalomu alaykum muslimalarim. Ushbu noodatiy shirinlik sizga yoqishi aniq. Ishni kakaoli bilinchik tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga tuxum, shakar, sut, un, kakao, o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib, bilinchik massasini tayyorlab olamiz va tovada pishirib olamiz. Bu orada jelatinimizni suvga bo'ktirib, bulum tayyorlab olamiz. Malina, qulupnoy, shaftolidan foydalandim. Siz bor mevalaringizdan foydalanishingiz mumkin. Pishib sovigan bilinchiklarni chuqurroq idishga joylab olamiz. Qaymoq, tvorojniy sir, shakar upasi, krem tayyorlab olamiz. Qotib turgan jelatinni eritib, krem ustidan solib yana mikserlab olamiz. Qolip kerak bo'ladi. Qolipga bitta bilinchikni yoyib, qolganini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib mevalar bilan to'ldirib, tugunchalarni tayyorlab olamiz. Tugunchalarimizni ehtiyotkorlik bilan qolipimizga joylab olamiz. Men 7 ta tuguncha tayyorlab oldim. Joylab bo'lgach, qolgan mevalarimizni solib, ustidan qolgan kremni solib tekislaymiz. Bitta bilinchik xamirni yoyib 4 soatga muzlatgichga yuboramiz. Qaymoq hamda shokoladni eritib, ganash tayyorlab olamiz. Qotgan shirinligimizni qolipdan yechib, ustidan ganajimizni qo'yamiz. Tekislab, tabga ko'ra bezatib olamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.